هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Luqman tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Luqman suresi 13. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Öz vaqtida Luqman hakim oğluğa nasihat qilib: "Ey oğulçuqum, Allah'a şirk keltirmegin. Şirk keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Ota-onasi uni qo'sig'ida üstüge acizlik bilan ko'tardi. 2 yılda onu emcekten ayırdı. Ey insan, bana ve ata-ananga şükür qilgin. Ahir qaytadigan joy mening dergahimdir. Eğer ata-anang seni, sen bilmaydigan narsani bana şirk keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni diningda ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Bana taat ibadet bilen qaytqin. Bana taat ibadet bilen qaytqan adamning yo'liga ergashgin. Andın mening dergahimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib berman. Luqmanning o'g'li qilgan va'z nasihati to'g'risida Alloh taolo bu oyatlarda Luqmanning o'g'liga qilgan vasiyatini bayon qiladi. Suhaylning rivoyatiga asoslanganda Luqman Anqoning o'g'li bo'lib, Luqmanning o'g'lining ismi Saran ekan. Allah haqiqatan uni go'zal so'z bilan tilga oldi. Allah uningga hikmat ato qildi. Shuning uchun u eng umoq, eng suyimli o'g'liga va'z nasihat qildi. Özü bilgen en yaxshi narsani o'g'liga berish bu tabiiy ahvoldir. Shuna Luqman birinchi qilib o'g'liga yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, Alloh taologa hech narsani shirk keltirmaslikka nasihat qildi. Ondan uni ogohlantirib mundaq dedi: "Shirk keltirish haqiqatan zo'r gunohdir, ya'ni eng cho'ng gunohdir." İmam Buxoriy Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Iymon etgan, iymoniga mushriklikni aralashtirmagan odamlar degan oyat nozil bo'lgan chaqda bu payg'ambar alayhisalomning sahobalariga ig'ir tuyuldi. Ular kim iymoniga gunoh aralashtirmaslikdan saqlana olmaydi? Kim iymoniga gunoh aralashtirmaslikdan saqlana olmaydi dedi. Peygamber aleyhisselam şek şüphesiz ki o sizler düşüngen bu günah emas. Luqmanning bu sözünü anlamadыңlar mı dedi. Ey oğulçuqum, Allah'a şirk keltirmegin. Şirk keltirish hakikaten zor günahdır. Bu hadisni İmam Müslim rivayet qilgan. Luqman oğlunu yalğız Allah Taalaga ibadet qilish haqida qilgan tavsiyasiga ulapla ota-onaga yaxshilik qilishga nasihat qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Allah Qur'onda nurg'un o'rinda Allah Taalaga ibodat qilishni va orqadan ota-onaga yaxshilik qilishni tilga oladi. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik.
Anısı onu qo'sig'ida üstüge acizlik bilan ko'tirdi. Mujahid bu oyat haqida ana balaning acizlik mushaqqatini tatidi dedi. Qatada anısı onu japoning ustiga japo bilan ko'tirdi dedi. 2 yilda onu emchakdan ayirdi. Yani u tug'ilgandan keyin onu tarbiyalab emitish muddati 2 yil bo'ladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Analar balalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Bu oyatdan İbn Abbas va boshqa imomlar homildorlikning eng oz muddati 6 oy qilib bekitib chiqdi. Chunki Allah yana bir oyatda mundaq degan edi. Unanga qo'saq ko'tirish muddati ve onu sütten ayırış müddeti 30 aydır. Şek şüphesiz ki ananın balısıga ilgiri qilgan yaxşılıqını balının aslish uchun Allah ananın onu terbiyelep beqib cho'ng qilganligini kech kunduz uyqusiz tatgan japa mushaqqatini asıltıdı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyaligimda ularga marhamat qilgin. Ular meni kichikligimda tarbiyaligimda ularga marhamat qilgin degin. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Axir qaytadigan joy mening dargohimdir. Yani şu amelinge asasen men seni kelgüsüde çokum en toluq mükafat bilen mükafatlayman. Eğer ata-anan seni sen bilmeydiğin nersini bana şirik keltirişki zorlasa ulağı itaat kılmagın. Yani ulağının diniga senin ergişişin için ulağı sana intayin herismen bosumu sen uladın bunu kabul kılmagın. Mundaq qabul qilishing sening dunyoda ular yaxshilik qilish bilan hamroh bo'lishingni cheklamaydi. Menga taat bilan menga qan odamning yo'liga ergashgin, ya'ni mu'minlarning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohim qaytisizlar, sizlarga qilmishinglarni aytib berman. İmam Tabarani Sa'id ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Eğer ata-anan sen bilmeydiğin nersini bana şirik keltirishga zorlasa, ularga itaat qilmagin degan bu oyat mening haqqimda nozil bo'lgan. Men anamga yaxshilik qilatdim. Men musulmon bo'lgandan keyin anam menga, ey Said, qarab baqsam sen diningni o'zgartganda qilsan. Eğer bu diningni tashlamaydigan bo'lsang, men taki o'lgicha hech narsa yemayman va ichmayman. Andın sen mening sebebimden ayıplanısan. Kişiler seni ey anasını öldürgen katil deb çağırdı dedi. Men ey ana unda kılmagın. Men bu dinimni hergiz birer iş üçün taşlamayman dedim. Anam bir keç gündüzni hech narsa yemay o'tkazdi. Ertasimu niyatida ching turib bir narsa yemay yana bir keç gündüzni o'tkazdi. 3. günümü niyetinden yanmay, birer narsa yemasdan yana bir keç gündüzni o'tkazib etdi. 4. etigenligi uning hayoti qiyin ahvolda qoldi. Men bu ahvolni ko'rgandan keyin, ey ana, bilib qo'yingki, Allohning nomi bilan qasamki, agar sizning 100 jiningiz bo'lib, birdan chiqib ketsa-mu, bu dinimni birer ish uchun tashlamayman. Xolisangiz yeng, xolamasangiz yema dedim. Shuning bilan anam tamoq yedi. Subhanalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Luqman aytdi. Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, u uyul taşının içinde, yani en mahfi joyda yoki osmonlarning qetida yoki ziminning ostida bo'lsa-mu, Allah onu hazır qiladi.
Onun hesabını alıdı. Allah hakikaten inçki küzetkiçidir. Hemmeden haberdardır. Ey oğulçıkım, namazını vaxtida ta'dil erkan bilen okuğun. Kişilerini yaxşılıkı buyurğun, yamanlıqtın tosqun. Sana yetken külpetlerge sabır qıyğın. Çünkü haqiqatga da'vat qilguvchi aziyatlarga uchraydi. Bu hakikaten qilishqi iroda tiklashga tegishlik ishlardindir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ziminda g'adib mangmagin. Allah hakikaten hakavur, o'zin cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. O'ttir hal mangin, ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi hakikaten eshaklarning ovozidir. Bu foydali nasihatlar bo'lib, uni kishilarning o'zlariga ulgi qilishi va uning ergishishi uchun pak Allah uni Luqmanning tili bilan bayon qildi. Luqman mundaq dedi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qishchaqliq narsa bo'lib, ya'ni haqiqatan gunoh yoki xatolik qichining dinichilik bo'lsa-mu, Allah uni hozir qiladi. Ya'ni qiyomat kuni adolat tarozilari o'ttirib qo'yilgan chaqda Allah uni hozir qiladi. Agar u yaxshilik bo'lsa mukofot, yomonlik bo'lsa jazo berildi." Allah bu haqda mundaq degan: "Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilch uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshilik kemaytirib yutilmaydi, yomon odamning yomonligi oshirib yutilmaydi. Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'rdi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. Agar ana shu zarrachilik ish siyliq uyul toshning qetida yoshirilgan holda saqlangan taqdirdimi yoki osmonlarning va zaminning atrofiga chechilib yo'qolib ketgan taqdirdimi, Allah uni cho'qim hozir qiladi. Chunki hech qanday bir sir Allah Taologa yoshirin qolmaydi. Osmonlardagi va zamindagi zarrachaqliq narsa Allah Taoloning bilishidan yiroq emasdir. Allah haqiqatan inchki kuzatkichidir, hammadan xabardardir. Ya'ni inchki narsalarni bilguchidir. Shaylar garchi inchga, nozuk va intan kichik bo'lsa-mu, Allah Taologa yoshirin qolmaydi. Hammadan xabardardir. Ya'ni Allah qorong'u kechidagi cho'mililarning mang'inidanmi xabardardir. Ondan Luqman mundaq dedi: "Ey o'g'ilchiqim, namozni o'qigan, ya'ni namozni vaqtida ta'dil arkonlari bilan o'qigan. Kuchingning va tirishchanligingning yetishicha kishilarni yaxshilikqa buyurgan. Yomonlikdan to'sqin. Sana yetken külpetlerge sabır qilgan. Luqman yaxshilikqa buyurguchi, yomonlikdan to'squchi kishining cho'qim kishilar tarafidan aziyatga uchraydiganligi va jafo mushaqqat tortadiganligini bilganligi uchun o'g'lini sabr qilishga buyurdi. La havla va la quvvata illa billah. Bu haqiqatan qilishga iroda tiklashga tegishlik ishlardindir. Ya'ni kishilarning yetkazgan aziyatlariga sabr qilish albatta iroda tiklashga tegishlik ishlardindir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ya'ni kishilarga gap qilgan yoki ular san gap qilgan chaqda ularni ko'zga ilmaslik bilan yo'g'onchilik qilib ularga oqoni qilolmagan. Aksicha o'zini kamtar tutib ular xo'sh chiroy bilan qaragan. Bu vaqtda Imom Abu Davud rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: Agar qarindishing bilan uchrashsang, uninga kulimsirgan holda qaragan. Ishtanni uzun kiyishdan qat'iy saqlangan. U haqiqatan kibrlikdir. Allah kibrlikni yoqtirmaydi. Subhanalloh. La ilahe illallah.
ziminda g'adib mangmag'in. Ya'ni ziminda hakavurlik, takabburlik, yo'g'anchilik va cho'ngchilik bilan mangmag'in. Hergiz undaq qilmag'in. Undaq qilsang Allah sana g'azablanadi. Şuna Allah Taala undaq deydi. Allah hakikaten hakavur, özünü çoğ tutquchilarni do'st tutmaydi. Ya'ni Allah o'zidan faxrlanib hakavurlik qilg'uvchini, boshqalarga cho'ngchilik qilg'uvchini do'st tutmaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Sen ziminda mag'rurlan yurmagin. Hakavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Ha qancha gidegining bilan egizlikda tog'larga tanglisholmaysan. O'ttirhal mengishqi buyurish to'g'risida. O'ttirhal mang'in, ya'ni misildab osti mangmay, so'kildab tizmi mangmay, balki u ikkisining o'ttirisida o'ttirhal mang'in. Ovozingni pastlatgin, ya'ni gap so'zda mubolag'a qilmag'in. Foydasiz so'zlarda ovozingni ko'tarmagin. Ovozlarning eng zerkarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Bu ayet hakkında Mücahid ve bir qancha kishi mundaq dedi. Shek shubhisizki ovozlarning eng yiqimsizi albatta eshaklarning ovozidir. Ya'ni ovozini nihoyat yuqori chiqargan kishining ovozi eshakning ovoziga o'xshaydi. Bundaq ovozni Allah o'chkirdi. Bu yerdagi ovozni eshakning ovoziga o'xshatish yuqori ovozning haromligini va nihoyat cho'ng ayb ekanligini bildirdi. Çünkü Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Yaman ishlar bizga ulgi qilinmaydi. Bergen so'g'itini qaytirib olg'ichi itga o'xshaydi. It qusidi, andan qusiqini qayt ichidi. La havla va la quvvata illa billah. Luqmanning nasihatlar to'g'risida. Bu intayin foydali nasihatlar bo'lib, Qur'oni Karimning Luqman hakim to'g'risidagi qissalaridandir. Danishmanlar va va'z nasihat aytuvchilar tarafidan Luqman haqida nurg'un rivoyatlar bayon qilindi. Biz uningdan tuvandikilarni bayon qilmoqchimiz. İmam Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizga mundaq dedi. Luqman hakim hakikaten mundaq deydi. Shek shubhisizki agar Allah biror narsani omonatga olsa, uni puxta saqlaydi. İbn Abu Hatem Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. O'z vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'il chiqim, beshingni o'rib olishdan qat'iy saqlangan. U hakikaten kechada qo'rqinchliq, kunduzda ayibdir" dedi. Sari ibn Yahya'nın mundaq deganligini rivoyat qildi. Luqman o'g'liga, "Ey o'g'il chiqim, hikmat hakikaten miskinlarni podshohlarning so'rinlariga elib kirdi" dedi. Avun ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qildi. Luqman o'g'liga, "Ey o'g'il chiqim, agar biror qavmning so'riniga kelsang, ularga islomiy salom bilan salom qilgin. Ondan ularning bir tarafiga berib o'ltirgin. Ular so'zlamagicha sen so'z qilmagin. Agar ular Allah Taalaning zikriga berilgan bo'lsa, senmi ularga qitilgin. Agar ular uningdan boshqaga berilgan bo'lsa, ularning yenidan boshqalarning yeniga yo'tkilib ketgin" deydi. La ilaha illalloh Muhammed Rasulullah. Bilmemsizlarki Allah osmonlardagi va zimindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yo'shurun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Allah barisida jidallashidi. Agar ularga Allah nazil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular "Yo'q,
biz ota-bobolarımızning diniga ergishimiz deydi. Şeytan ularni devzaq azobiga chaqirgan tursa, ular yana ota-bobolarning diniga ergishamdi. Ne'matlarni eslatish to'g'risida Allah Teala bu ayetlarda insanlarni dunyo va oxiratda ularga ato qilgan ne'matlarni eslashga tavsiya qiladi. Allah ularga osmonlardagi yulduzlarni bo'ysundirib berdi. Ular kech kunduz yulduzlarning nuridan foydalanadi. Allah osmonda yaratgan bulut, yomg'ir, qor va mo'ldirlarni ularga bo'ysundirib berdi. Osmonni bexatar o'gizi qilib berdi. Zimindagi turalg'i joylarni, dal-daraxtlarni, daryolarni, ziroatlarni va mevalarni ular bo'ysunadigan qilib yaratdi. Ularga payg'ambarlarni avatish, kitoblarni nozil qilish, yomon illatlarni yo'qotish qatorliq oshkora va yoshirin ne'matlarini kamolatga yetkazib berdi. Lekin insonlar mushuning hammasiga erishib turibmi, ko'pinchisi iymon etmadi. Texi ularning ba'zilari hech qanday tayong'idek to'g'ri dalil pokisiz, ilmsiz va yoki burunqilardan qoldirilgan biror ravurus kitob bo'lmagan asosda Alloh taolaning bor va birlik to'g'risida va Allohning payg'ambarlarini avatganlik to'g'risida jidallashidi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Allah barısida jidallashidi. Agar ularga Allah nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergishinglar deyilsa, ya'ni Alloh taolaning bor va birlik haqida jidallashuvchilarga Alloh taolaning payg'ambari ilib kelgan pok shariatga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga ergishimiz deydi. Ya'ni ularning burun yashagan ota-bobolariga ergishishdan boshqa dalil yo'q. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga ergishamdi? Ya'ni ota-bobolarining qilmishlari bilan dalil ko'rsatkichilar, shak shubhisizki ular gumrohlik tursa, sizlar ularga varislik qilib, ularning mangan yo'liga ergashsanglar, buni qanday tushundirsizlar? Şeytan ularni devzaq azobiga chaqirgan tursa, ular yanala ota-bobolarining diniga ergishamdi. Yaxshi ish qilg'uchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ularning oqibati Allohga mansubdir. Kimiki kafir bo'ladi ekan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillaridagini bilib turg'uchidir. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahriman qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Allah bu oyatda Alloh taolo ixlos bilan amal qilgan, uning amriga bo'ysungan va shariatiga ergashgan kishidan xabar berib mundaq deydi: Yaxshi ish qilg'uvchi bo'lgan holda, ya'ni buyurilgan narsaga ergishishga, cheklangan narsani tark qilmaslikka amal qilgan mahkam nuqtaga esilgan bo'ladi. Ya'ni bu odam haqiqatan Alloh taolodan Allah'ның onu azaplamaslığı işençlik vədə ağam buldu. İşlarının akıbeti Allah'a mensuptur. Kimiki kafir bulurken onun küfrü seni kaygıya salmasın. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulanın Allah Teala'ga ve sen ilip gelgen nesige küfürlük kılganlıqıga kaygırıp getmegen. Allah Teala'nın ula hakkındaki orunlaştırışı şeksiz icra buludu. Ulanın barar cayi Allah Teala'nın dergahidir. Andın Allah ulağı kılmışlarını eğitip berip, şunun yarışa ulanı cezalaydı. Allah hakikaten ulanın dillerdikini bilip durguçudur. Allah Teala'ga hiç sır mehbi kalmaydı. Andın Allah mındaq dedi.
ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni chetishga majburlaymiz. U jonlarga qattiq, tez ve mushaqqatlik tuyuladigan azobdir. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Allah Teala'ga yolg'onni chaplaydiganlar haqida haqiqatan davzaq azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tesitimiz. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, jimi hamda sana Alloh xosdir. Balki ularning to'lisi uqmaydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Allah haqiqatan maxluqotidan va ularning ibodatidan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. Müşriklarning Allah Teala'nın yaratquchi ekanligini e'tirof qiladiganlik to'g'risida. Allah bu oyatlerde o'ziga shirik keltirguchi ayni shu müşriklardan mundaq xabar berdi. Müşriklar osmonlarning va zaminning yaratquchisining hech shiriki yo'q bo'lmagan, hech shiriki bo'lmagan yolg'iz Allah ekanligini biladi. Shundaq turuqliq ular Allah Teala'ga şiriklerini koşup ibadet kılıdı. Ular şiriklerinin Allah Teala'nın mahlukatı ve mülk ekanligini itiraf kılıdı. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Eğer sen ulardan osmonlarni ve zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytqinki, jimi hamda sana Allah xosdir. Ya'ni shundaq bo'lg'achqa sizlarning Allah Teala'nın yaratquchi ekanligini itiraf qilishinglar bilan üstünlağı delil pakit turguzuldu. Belki ularning to'lisi uqmaydi. Andın Allah Teala mundaq deydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Ya'ni Allah Teala'nın maxluqoti ve mulkidir. Allah haqiqatan maxluqotidan ve ularning ibadetidan behojatdir. Medhiyege layıktır. Yani Allah özüdün başka nesiden bihacettir. Hemme nese Allah Teala'ga muhtaçtır. Cimi nersini yaratkanlığı için medhiyege layıktır. Osmonlardaki ve zamindaki nersini yaratkan ve münasip kanuniyetini ornatkanlığı için hem de sana Allah Teala xosdir. Hem işlada medhiyelenishga tegishlidir. Elhamdülillah. Yuqorida Luqman suresi tefsirinden 26. ayetgacha anladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.